bip 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 o'rnasi signali ham zo'r ekan. Mana bu bunday qilsa yengil bo'lar ekan. Bunday qilsa og'ir bo'lar ekan. Zo'r narsa ekanda bu. Zo'r narsa ekanda. Bu ali tashqariga ertalab turgani, yugurgani erinadigan akalar bo'lsa, opalar bo'lsa, olib borib qo'ysa bo'lar ekanda, Ibrohim. Shunday ekan. Qulay. Lekin dahshat ekan. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Lekin zo'r narsa ekan. Buni bahosiga keladigan bo'lsa, qancha edi bu bahosi naqd pulga? Naqd pulga olinsa 2 million 180 ming aka. Agar oylik to'lovga bo'lsa bo'ladi. 257 ming oylik to'lovga chiqadi. Zo'r. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bu yerda yana hali belida grejasi bor, beli og'riydiganlar uchun mana bu yerda yana zo'r narsa bor ekan. Xullas bu mana ayaringizni menlarga o'tkazib olasizda, xullas endi buni proba qilganlar bo'lsa kerak menimcha. Oyog'ingizni osmonga qilib belni ochasiz ekan. Buni bahosiga keladigan bo'lsak, buni 2 million 146 ming so'm oylik to'lovga olsangiz ham bo'ladi. 253 ming 900 so'mdan to'lasangiz bo'lar ekan. Yana bu yerda bir narsa bo'lyapti. Bir aksiya bo'lyapti. Xullas, Hayit bayramiga hayitlik aksiya bo'lyapti. Xullas, tartibi 3 milliondan oshiq savdo qilsangiz, kafolatlangan sovg'alar bor ekan. Aksiyamiz ertaga oxirgi kuni bo'lib, ertaga bemalol ulgursalaring bo'ladi. Biz sizlarni Uzun tumanidagi Ishonch savdo markazida kutib qolamiz. Lekin mana shu dahshat ekan bor.